Kameranı aldı da şimdi. Kameranı aldı. Alın buranmayı ahlaklısın diye. Sağlıklısın, iyisenliklısın, yurtumuzdan şutlusun. Aşnağım, İlyaşı mübareklisin. Nivereminen kelinim. Yaşı özümüzün kuşağımına kuşak arasında. Aldık şunun için. Sağ ol, iyisenliklısın. Sizlerin dinleye turgun çıkayt durunlar. Yaşlılar çizip uçuracaklar. Güzel mi? İçecekler mi? Koy. Öyle içer. Allah mantap hazırlık. Bir zaman falan koyup kanıkan koyup kumara korkun. Artık koyup sana koyacak artık. Koyup dilek anızlar. Bilasınız, kuvvetlilere gerek. Sangarecan sağlıklısın, emeklen, yürümüne kuşla karısın. Birine attın. Ne var? İçine aldık. Şefkatler büyütesen, kuşağına kuşla karısın. Hem şekilde kuşlar kartını dikileyim. Ay bastanın da hem mazat var. Davay. Al bacım. Boştursun. Al. Birinciden can sağlıklısın. İkinciden al. Aralık aylığa ilerine etkeneden çok açtı. Koşağa arasın. Uykuya ulaştırsın de. Evet. Çıkarımız ama ne gerek ha?
Kecha? Kecha gapirgan. Yo'q, videoga gapirgan. Kameraga. Hadi. Suv bilan gapirgan. Suv bilan gapirgan. Vaqtla olsa da Gaplab ichib bo'ldi bu yerda. Yine kattalar bor. Ayınız bilan aytaylik. You're
ko'rib to'shadi dilim. Alpomish yigit u, barchiroy qizlar, sizlardayin mehmonlarga xizmatda bizlar. Assalomu alaykum. Mana shu bugungi ajoyib to'yimizga tashrif buyurgan muhtaram va muhtarama aziz mehmonlar. Mo'g'donli shahrimizning maqsadli to'y makonida el orasida tanilgan, hurmatlangan oilalarning biri bo'lgan Nurboyevlar xonadonida, ya'ni Nurali hamda Gulbadon mana do'stimiz xonadonida katta to'y, katta tantana. Bu to'yni asosiy sababchilari esa mana bugun qo'shaloq to'y. Ya'ni Nuralining bugun 50 yosh, yarim asr yubiley to'ylari. Albatta, Nuralining yubiley to'ylari bilan barcha mehmonlar, mezbonlar mana shu sizlar uchun xizmatga tayyor turgan san'atkorlar nomidan yarim asr qutlug' kunlari bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Uzoq umr tilaymiz, sihat salomatlik, farzandlarining baxtiga boshi omon bo'lishini tilab qolamiz. Asosiy sababchilarimiz esa kechamizning bezagi bo'lgan, to'rimizda uzukka ko'z qo'yganday bir-birlariga yarashib turgan, bugungi to'yimizning shoh malikasi bo'lgan kelin-kuyovlarimiz Shavkatjon kuyovlarimiz bilan Bo'ritosh kelinimizning baxt nikoh to'ylari. Albatta, ikkala yoshga bugungi nikoh to'ylari bilan mana chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Sizlarga baxtli, faxrli turmush, bir umr bir-birlaringizni sevib, sevilib, hurmat qilib yashash. Biringiz oy bo'lib, biringiz quyosh bo'lib, atrofingizda farzandlaringiz yulduzlar kabi ko'payib, porlab turishini tilab qolamiz. Mana shu Nurboyevlar xonadonining eng baxtli kelin-kuyovlari bo'lishining tilakdoshimiz. Shunday ekan, aziz mehmonlar, har bir narsaning boshlang'ichi bor deb mana bugungi ajoyib to'yimizni boshlab berish uchun to'yimizning ochilish marosimiga so'z navbatiga Shavkat kuyovlarimizning Norqul bobosini hurmat bilan mana shu to'y mikrofonimizga taklif etib qolamiz. Qani marhamat, keling Norqul bobosi, kechamizni gurullatib ochib bersangiz, asta-sekinlik bilan bugungi to'yimizda davom etib bormoqchimiz. Sizlarga uchun rahmat. Assalomu alaykum. Nurboyevlarning oilasida katta to'ylardan Elias Buyuklardan yaxshi bo'lsin, qo'shnilar shakar. Hozir tashqariga chiqadigan liderlar baxt bo'lsin, uyimiz ota-onasiga va to'ylar bo'lsin. Katta qaytgan hammalarni taklif qilamiz, to'yga ochiq e'lon qilamiz. Sizlarning uchun Barakalla, ko'p yashang, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Joningiz sog', boshingiz omon bo'lsin deb qolamiz. Kelin-kuyovlar, bugun sizning ismingiz yarashibdi bir-biringizga jismingiz. Baxtli bo'ling, nurga to'lsin uyingiz, chinordek uzun bo'lsin sizning umringiz. Otalar ko'zida g'urur, onalar ko'zida qayg'u. Kelinchak bu baxtingni baxtsizlarga soch. Dunyo tegratsin, sen ulashgan bo'l. Shunday ekan, mana ajoyib kechamizni ham ochiq e'lon qilib, kuyovlarimiz Shavkatjon Bo'ritosh kelinimizning oylik yuzini ochib qo'yishimizga ruxsat beramiz. Dunyoda ma'lum davlat shuhrat o'tkinchi, shuning uchun topganingiz mana shunday ajoyib to'ylarga kelsin deb qolamiz. Demak, har inson to'y berarkan bir kamsiz o'tsin degan niyatda bo'ladi. Bir kamsiz o'tishi uchun siz mehmonlar, biz san'atkorlar katta sababchimiz.
Keling mana bugungi to'yimizni ham ajoyib, maroqli, qiziqarli o'tishi uchun sizlarning barchalaringizdan mana shu davramizga yaqinroq, qo'noqroq kelib qatnashishlaringizni iltimos qilamiz. Kelin-kuyovlarimizning bugungi nikoh to'ylari bilan tabriklamoq uchun so'z navbatiga chiqadigan mehmonlarimiz bor bo'lsa, marhamat, tortinmasdan kelib ism shariflaringizni yozdirib ketishlaringiz mumkin. Bu 5 kunlik dunyoda qadrdondan rishtang uzma, xoin so'rab turguvchi mehribondan rishtang uzma. Inson bilan tirikdir, yolg'izlanib qolmagan, to'ylaringda sherik bo'lgan qarindoshdan rishtang uzma. Shunday ekan, sizlar uchun bugun maqsadli to'y mekon xodimlari xizmatingizda bo'ladi. Sizlarni keng davramizga, qo'shiq kuylarimizga, o'yinga, navolarga taklif etmoqchimiz. Sen
mana shu davramizga bizni yonimizga taklif etaylik. Keling kuyovlarimiz. Shavkatjon, Buritosh, qani marhamat. Bizni yonimizga. Mana shu davramizga surprizlar tashrif buyurgan aziz mehmonlar, biroz davrani kengroq olib turaylik. Qani marhamat, yoshlarimizni mana shu davramizning o'rtasiga taklif etaylik. To'yning bekasi Noroli, qani marhamat, sizni ham mana shu farzandlaringiz yoniga taklif etib qolamiz. Noroli, qani marhamat, keling. Keling kuyovlarimizni yoniga taklif etaylik. Aziz mehmonlar, mana shu davramizga surprizlar tashrif buyurgan. Mana Turkiya davlatida safarda yurgan kuyovlarimizning onasi Gulbodam tomonidan hamda Shuhrat akasi tomonidan surprizlar, baxtigul surprizni keng davramizga taklif etib qolamiz. Qani ustozlar bilan kutib olamiz. Rahmat. Sizlarning hayotingiz mana shu to'rt kabi shirin bo'lishini tilab qolamiz. Mana qaynonangizning hamda Shuhratjon akasining hurmati uchun bir 3 marta ta'zim qilib qo'yamiz. Kelinimiz ko'p yashang, baxtli bo'ling, taxtli bo'ling. Yashang. Sizlarni hurmat qilib mana shunday surprizlarni yuborgan onasiga, akasiga bir rahmatlar, tashakkurlar bildirib qolamiz. Mana baxtigul surprizchi singlimizga ham rahmatlar aytib qolamiz. Noroli. Ko'p rahmat. Aka, sizga ham spasiba. Aka, hali sog'lig'ingiz. Bolalarning qo'shiqlaringizni jonlantirib
Mana qarsaylar bo'lsin, baxtli bo'lingizlar. Baxtigul singlimizga ham ishlariga omadlar tilab qolamiz. Mana onasiga, akasiga, albatta barcha mehmonlar nomidan, to'y egalari nomidan tashakkurlar bildirib qolamiz. Endi mana og'ayni qarindoshlarining ham to'n sarpolari bor ekan. Qani marhamat topshirib boramiz. Sozlar bo'lib tursa yigitlar, keyin tortlarni bir chekkaga olamiz. Tortlarni bir chekkaga olib qo'yingizlar. to'ylar nasib etib qolsa, endi biroz davrani kengroq qilingizlar. Mana to'nlar, sarpolar, bugungi to'ylaringiz qutlug' muborak bo'lsin deb qolamiz. Kelinchak kulishing bunchalar go'zal, yurakdan quyilib kelmoqda g'azal. Ona diyoringda baxtiyor o'sgan nur to'la ko'zlaring ko'rmasdi zavol. Aziz mehmonlar, mana shunday ajoyib satrlar bilan to'yimizni davom etar ekanmiz. So'z navbatiga chiqadigan mehmonlarimiz bor bo'lsa, marhamat, tortinmasdan kelib ism shariflaringizni yozdirib ketishlaringiz mumkin. İlk bor mana tabriklamoq uchun so'z navbatiga to'xtalaylik.
taklif etamiz. Xalida opasi, mana marhamat keling. Sizni tabriklamoq uchun so'z navbatiga taklif etib qolamiz. Tayyorgarlik ko'rib turadi. Barcha klassdoshlari, mana yigitlarimiz, qizlarimiz tomonidan Arif klassdoshi. Arifjon, marhamat, sizni ham klassdoshlar nomidan so'z navbatiga taklif etib qolamiz. Assalomu alaykum. Uzoqdan va yaqindan kelgan mehmonlar, Yo'miz Shavkat, ham Gurbash va Qubunlar. Sovg'alarni topshirib qolamiz mana opasining nomidan. Nomidan Fatma, sizni ham mana sinfdoshlar tomonidan so'z navbatiga taklif etib qolamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Kelin-kuyov, to'yga kelgan aziz mehmonlarimiz. Kelin-kuyovimizga baxt, saodat, uzoq umr va faslning 4 ta go'zalliklarini va dunyodagi barcha ezgu niyatlarni tilaymiz. Kelin-kuyovimiz, o'g'lingiz o'xshasin Ibn Sinoga, qizingiz o'xshasin Zeybin Isoga, o'zingiz ham o'xshangiz Tohir Zuhroga, Tangrim sizni yetkazsin Makkatullohga. Yana to'yimiz muborak bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum. Mehmonlar, bugun nima bilan aylashda kattadan va shadiyat bu to'yingizga Mevaram Shavkat ve onun umrlik yoldaşı Gürlerçin Gamna Naralakanım ilkaş bilan sünniret okuyan kutlamak bilan yıllara Erden sağlık, uzak ömür işlerine ağzını arzu eden sözün sonunda aşnaları, dostlar tamamen pazarkamız koşulayan Naralakanım murtabat topshiramiz barcha mana klassdoshlar tomonidan Norali sizni davraga sovg'alar uchun taklif etamiz. Sozlar bo'lib tursa marhamat. Turib qolamiz. Mana shu davramizda yaxshi o'ynagan mehmonlarimiz uchun prizga kelib tushdi. Keling endi mana shu davramizni sovutib qo'ymasdan navbatni qo'shiqqa kuyga berib qolmoqchimiz. So'zga chiqqan mehmonlarimiz, og'ayni qarindoshlari barchalarini keng davramizga, qo'shiq kuylarimizga, o'yinga, navolarga taklif etib qolamiz. Marhamat.
Asladın görüp dedi anam anam, toyum başla dedi babam. Yakadı kılıkların ağzına, yürüyüşü azapladım yakışırana. Yakadı kılıkların ağzına, yürüyüşü azapladım yakışırana. Kapkara uzun uzun saçlı ana,
Öyle zaten şunu. Bekle.
Kim dolar yıllar yapırmaysın yapır canse 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 öyle neresi ki maste mastına derdim divana canse 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 Yüreğini
bo'ling, salomat bo'ling. Endi biroz davrani keyinroq qilingizlar. Mana to'yimizni davom etib boramiz. Aziz mehmonlar, mana shu yerda iltimos qilishyapti. Mana shu opamizning oltin gunash yuziga yo'qolgan tilla yuzuk. Agar birorta inson topsa iltimos sizlarda mana shu kishiga uchrashingizlar, podarkasi ham bor deyapti. Keling, kechamizni davom etib boramiz. Mana davramizda yaxshi o'ynagan mehmonlarimiz uchun to'y bekalari tomonidan ham prizlar kelib tushdi. So'z navbatiga to'xtalamiz. Mana olim tog'asidan 50 manat pul prizlar davramizda yaxshi o'ynagan mehmonlarimiz uchun prizga kelib tushdi. So'z navbatiga kelin kuyovlarimizning bugungi nikoh to'ylari bilan tabriklamoq uchun taklif etib qolamiz. Kelinimizning Shahzoda bo'lasi. Mana marhamat, Shahzoda bo'lasi, keling, sizni so'z navbatiga taklif etib qolamiz. Shahzoda bo'lasi, Sevara yangasi, Navro'za yangasi. Qani marhamat, ismi tutilgan mehmonlarimiz sizlarni tabriklamoq uchun so'z navbatiga taklif etib qolamiz. Keling. Gul hayotingiz o'ngidan kelsin, istagan narsangiz muhayyo bo'lsin, beg'ubor qalbingiz zavqlarga to'lsin, nikoh to'ylaringiz muborak bo'lsin. O'lam Bo'rtash, kuyovimiz Shavkat, sizlarni bugungi baxt to'ylaringiz bilan chin dildan tabriklayman. Sizlarga Allohdan baxt, tan sog'lik, uzoq umr tilayman. Bir-biridan shirin, bir-biridan asal, jajji o'g'il qizlarning ota-onasi bo'lishingizni, hayotda baxtli inson bo'lishingizni shu bilan so'z bilan o'sha saqlab, tog'amizni topshirishga ruxsat bergansiz. Assalomu alaykum. Qani sovg'alarni topshirib qolamiz, sozlar bilan marhamat. To'ylarimizda qaytsin deymiz, sog' bo'lingizlar. Endi mana kuyovlarimizning barcha mana chet elda yurgan oshnalari, do'stlari ham bor. Mana shularning nomidan, oshna do'stlarining nomidan Ural Bekzod ukalarimizni so'z navbatiga taklif etmoqchimiz. Assalomu alaykum. Uzoqdan kelgan, yaqindan kelgan mehmonlar. Mana bu oqshom hazır. Behruz bilan Shavkat va Bo'rtash kelinlarimizning baxt to'ylarida o'tirarkanmiz, uzoq umr baxtlarimiz nasib qilgan nevaralarining askar to'ylarida, kelin to'ylarida, diplom to'ylarida o'tirarkanmiz. Eng nima deymiz? Eng yomon kunimiz shunday bo'lsin. Nasib bo'lsa, Turkiyada yurgan oshnalarimizning otdan Gurka. Unga ham misol edi. Bizning oshnamiz hamisha bor edi.
Oshnalarning otidan. Oshnalarning otidan sovg'alarni topshiramiz. Mana qaynab qo'shib turgan yigitlarimiz tomonidan topshiriladi. Navro'za yangasi so'z navbatiga taklif etamiz. Marhamat keling. Norolning barcha mana armiyskiy oshnolarini ham tabriklamoq uchun so'z navbatiga taklif etib qolamiz. Qani marhamat, armiyskiy oshnolari, mehmonlarimiz, yigitlar, sizlarni so'z navbatiga taklif etamiz. Marhamat. Murtash, Shavkat, Azizimiz bor, Shishikoda akamiz bor, tashqari ruxsat bersangiz. Sovg'alarni topshirib qolamiz sozlar bilan. Yangasining sovg'alarini topshiramiz. Marhamat. Marare. Ko'y robot qo'ydim. O'g'limni yaxshiroq qo'ydim. Ularga qo'ydik. Ular chiqib tashladi. Jikti zatovod bilan o'shirada. Robotni ara zaman arles. Ko'ydim qo'ydim. Marare qo'ydim. Ibrahim qo'ydim. Yaxshiroq qo'ydim. Koyun kapılı, yüzünce koyduk hele. Oya, bunu söyle bana. Yaşlı kapılı, masalada yıkayıp hatta sıkıntılarla olsun. Sana böyle bunlarla. Alay. İlak kanunun canlı, ölüm sonu, yaşların bağıtlı olsun. Yana canlı. Kulağına olsun, atmış. Terpayın mutlu olsun. Mutlu melek olsun. Yaşları bağıtlı olun. Atavağına mülkünü versin, doktor. Kimse canını sağ olsun, güler yüzüne solmasın. Yine katlaşılmış yatı üçü günlerde olsun. Allah'tan mün bir şükür edin. Güler yüzüne solmasın, tamada sen sağ olun. Kulluktaşlarının adından soğuklar kovuşturuluyor. Ko'p yaşayın, to'ylarimizda qaytsin deb qolamiz. Endi mana shu davramizning bezab qiziqtirib o'ynab turgan mehmonlarimizga prizlarimizni birin-ketin topshirib bormoqchimiz. Priz
prizlar uchun davraga taklif etib qolamiz. Mana yigitlarimizdan Shuhrat, Bobush ukalarimiz, Teatraning Muhriddin Ural oshnasi Rustam akamiz, qani marhamat, keng davraga prizlar uchun taklif etamiz. Shuhrat, Bobush, Muhriddin Ural, Rustam, marhamat. Uchun mana davraga taklif etamiz. Qizlarimizdan Quncha, Zarifa, Tingsulu, Urazgul, Gulshot. Ana marhamat, keng davraga prizlar uchun taklif etib qolamiz. Sovg'alar, to'ylar muborak bo'lsin. Mana kechamizning bezagi bo'lgan, bugungi to'yimizning podshosi bo'lgan kelin-kuyovlarimiz yonlarida guvohlik berayotgan do'stlaridan so'z navbatini eshitmoqchimiz. Teatraning oshnasi, kelinimizning dugonasi, svidetlar. Mana marhamat, sizlarni tabriklamoq uchun so'z navbatiga taklif etib qolmoqchimiz. Do'sting bo'lsin, teng bo'lsin, yurak bag'ri keng bo'lsin. Mehnatda ham rohatda doim hamrohing bo'lsin. Qani do'stlari, teatraning oshnasi, kelinimizning dugonasi. Sizlarni so'z navbatiga taklif etib qolaylik. Kelinimizning dugonasi yo'qmi? Qani teatraning oshnalari tomonidan O'roljon, marhamat, keling. Mana yoshlarimizning bugungi eng baxtli kunlarini tabriklamoq uchun barcha oshna do'stlar nomidan sizni taklif etamiz. Marhamat. Oshnajonim Shavkat, kelinimiz Bo'rtash. Hamisha baxtli bo'lingizlar. Mama hamisha vafot yigitlarning xizmatkorlari, hamisha tayanchida, nurida bo'lib yuribsiz. Shunga yarasha farzandlar yetishmoqda. Har bir farzandning qiz bo'lsin, o'g'il bo'lsin, har bir aybi bo'lmasin. Har bir zotning kelajagi bo'lsin, shu dunyoning qurbonning maqsadi bo'lsin. Maqsadi to'y makonida, bugungi to'yda to'y tantana, beshoqqa shuning sababkori Marovayev bir mashqalasi Shavkatjon oshnam kelinimiz Bo'rtash shuning xizmatida yuribmiz biz oshnalar. Shuning xizmatida hamma ushbu qadaqni ko'taraylik, shu oshnasining o'tiraylik. Shu kunlarga bag'ishli kuni o'tirmoqliga nasibli qilsin. Har bir insonning vaqtiga yetmoqlik nasib qilsin. Shu debni kesmoqlik uchun chaqirib qolamiz. Har bir insonning vaqtiga yetib qolamiz. Ha, chaqirmoqlar bilan, qashaqlar muzika bilan. Doktorjon, o'zim sizdan bir qadaqni ketdi bizdan. Çok
Yakala. Yakala. Alo. Yakala. Abi gelmeyince mi abi? Osman gelin senin. Osman gelin. Gel şuna.
Nargiza singlimiz marhamat keling so'z navbatiga taklif etamiz. Keyin kechamizni shu qo'shiqlar bilan davom etib boramiz. Marhamat. Shavkatjon, Toshkentimiz baxtli bo'ling. Mashg'ulotlarimizni oldinda kichkina podarkamiz bor, topshirmoqqa ruxsat etamiz. Tezda mutlaqo taklif qilaman. Qani Naralo sizning davraga taklif etaylik. Sovg'alarni topshirib qolamiz. Sozlar bilan marhamat. Yoshlarimiz uchun yigitlarimizning iltimosiga binoan zakaznoy muzikalar bilan davom etamiz. Marhamat. O'yinga taklif etib qolamiz sizlarni. Hadi yapsın. Çok yapsın. Ellerini korkma.
Şamal essa şamallar Dayanırsa dayanırlar Yollar yoksa yollar Aşkımın aşkımında Can severa Nereye sığki bastı bastıla Divana can severa Nereye sığki bastı bastıla
Scooby-Doo!
barcha mehmonlarimizga rahmatlar aytib qolmoqchimiz. Aziz mehmonlar, mana to'yimiz ham juda ajoyib, maroqli, zo'r, super. Ammo vaqtimiz chegaralangan. Keling, mana shu mehmonlarimiz borida. Keling, kuyovlarimizning kelajagi uchun, baxti uchun. Keling, kuyovlarimiz pastda turaveringizlar. Shavkatjon, Bo'ritosh, mana shu yoshlarimizning kelajagi baxti uchun duo berish uchun Norqul bobosi kuyov turamizning. Qani Norqul aka, yana bir marta sizni mana shu mikrofonimizga taklif etib qolaylik. Bir gurullatib duoni bersangiz, asta-sekinlik bilan mana bugungi ajoyib kechamizga yakun yasab bormoqchimiz. Norqul bobosi, davramizda bormisiz? Biz esa bugungi to'yimizda qatnashgan barcha mehmonlarimizga, mezbonlarimizga, xizmatkorlarimizga, maqsadli to'y mekon xodimlariga, sizlar uchun xizmatda bo'lgan operator ukalarimiz, san'atkorlarimizga, to'y egalari tomonidan rahmatlar aytib qolmoqchimiz. Norqul aka, oltin olma, duo ol. Duo oltin emasmi? Duo bilan el ko'karar, yomg'ir bilan yer ko'karar deganlar. Mana marhamat, keling. Oltin juda bo'ladi. Mana mehmonlar to'yimizda mahirga deb qoldi. Biz bilan darslarimiz qo'shib qaytamiz, to'yga kelgan mehmonlar, xizmatda turganlar, san'atkorlar hammalaringizga rahmat. Yana bir ishq bilan to'yimizni e'lon qilaman. Ko'p yashang, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Shunday ekan, yoshlarimizga, kelin-kuyovlarimizga Shavkatjon, Bo'ritosh, sizlarga olam baxtlar tilab qolamiz. Baxtli bo'ling, taxtli bo'ling. Bir umr bir-birlaringizni sevib, sevilib, hurmat qilib yashash sizlarga nasib etsin deb qolamiz. Nurboyevlar xonadonida esa doim to'ylari to'yga ulashib ketaversin, uylardan to'ylar ovozi yangrab turaversin deb qolamiz. Shunday ekan, sizlar uchun zakljuchitelni qo'shiq bo'ladi. Keyin yorlar bilan kelin-kuyovlarimizni oltin ostonasiga kuzatib qo'yamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' omon bo'lingizlar. Rahmat.